Barchaga Brisbane shahridan alangalik salom. Biz Ufa.uz saytida Osiyo Kubogi atrofida bo'layotgan voqealarni kuzatishda davom etyapmiz. Ayni paytda biz Brisbanedagi janubiy sektordamiz. Ko'rsatilganidek, juda mana shu odamlarni o'ziga jalb qilish uchun aynan Osiyo Kubogi atrofida odamlarni futbolga yanada ko'proq jalb qilish uchun o'zining ajoyib freestyle, ajoyib driblinglari bilan bizlarga havola etyapti. Ayni paytda mana bu ishlarada mana shu qavatdan ichida biz ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ota-onalar o'z farzandlari bilan kelishgan. Bu yerda ko'proq ya'ni raqamli o'yinlar bor futbolga aloqador bo'lgan. Bundan tashqari mana shunday flyerlar berilyapti. Ya'ni Brisbane shahrida bo'lib o'tadigan o'yinlar, bugun O'zbekiston Xitoyni undan tashqari bo'lib o'tadigan o'yinlarga ham biletlarni bemalol sotib olishingiz mumkin. Mana ota-onalar mana shunday yo'ling ajoyib hunarlardan bahramand bo'lishyapti va hamda esdalik uchun surat hamda videoga olishyapti. Operatorimiz iltimos bilan bolalar umuman zerikishayotgani yo'q. Haqiqiy bayramona kayfiyat. Mana ota-onalarimizning farzandlari o'ziga xos futbol o'yini. Mana bu yerda o'zingizga yoqqan komanda bayroqlarini, ya'ni terma jamoaga qarashli mamlakat bayroqlarini chizib, yuzingizga bo'yatishingiz mumkin. Undan tashqari elektron pochta adreslarini qoldirsangiz, futbolga aloqador bo'lgan mavzudagi fikirlar o'zingizga yuboradi. Va nihoyat mana bu yerda bemalol kassa desak bo'ladi. Bu yerda biletlar sotiladi. 15-20-30 AQSh dollar atrofida, taxminan Amerika Qo'shma Shtatlari dollarida hisoblaydigan bo'lsak, $30 $25 dollarlarga to'g'ri keladi. Va nihoyat ko'rib turganingizdek, mana shu ekranda kim darvozaga to'g'ri to'pni jo'natadigan bo'lsa, ana o'sha g'olib hisoblanadi. Hamma umuman bayramona kayfiyatda Ufa.uz saytidan Asqon Akbarov, Sana Sharipov, Brisbane shahri uchun.